Bo'lg'usi Tayvan urush haqida. Oldin qayta 3-chi qatim Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari bo'lgan Shi Jinpingning Tayvanni Xitoy Kompartiyasining hokimiyati ostiga kirgizish haqida takror jar silib kelganligi jahon ahliga sir emas. Darvaqa, Xitoy cho'nquruqligining 160 kilometr sharqidagi Tayvan orolini o'z changiliga kirgizish Shi Jinpingning navbatdagi eng muhim kun tartibidir. Uning hokimiyati ostidagi Xitoy Tayvanni yutib olish jihatda ilgirki har qanday vaqtdagidan bakrak kuchli tutum izhor qilmoqda. U shuni o'p-o'choq ravishda o'ttirg'i qo'ydiki, agar Tayvanni Xitoy Xalq Jumhuriyatiga qo'shib olish g'arzi tinch ravishda ishga oshmagan, ya'ni Tayvan buningga qarshi tirkashgan taqdirda 23 milliondan ko'proq nufusi bor mazkur orol qonliq jangohga aylanishi mumkin. Shi Jinping oldingi oydagi 20-chi qurultaydimi Xitoyning zarur tepilganda Tayvanga qarta qurol kuchi ishlatishdan voz kechmaydiganligini alohida ta'kidladi. Shunisi ro'shanki, bu orolda yuz bergisi voqealar dunyoning keyingi necha 10 yillik vaziyatiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Hatto 3-dunyo urushimi mushu yerdan boshlanishi mumkin. Xitoyning bargan sir adavatgan bu xil urush xumar tutumi sababli növbətdə Tayvan puhralari milliarder Robert Tsao tərəfindən məbləğ silingan hərbi təlim-tərbiyə o'rnida həftə axırda ixtiyari hərbi məşqə qatnışıb, bo'lg'usi Xitoy tajovuzga qarshi qurol ishiltish, yaralarni tengish, yaradorlarni yetkash qatorliqlarni o'rganmoqda. Ya'ni erkinlik uchun kurash qilishga tayyorlanmoqda. Robert Tsao Tayvanni qo'g'dash jihatdagi eng avangard shaxslardan biri bo'lib, u Tayvan puhralarini Xitoyga qarshi harbiy jihatda mashqlantirish uchun necha 100 million dollar ajratgan. U bu vaqtda mundaq dedi: "Ular davlat siyoqiga kirib olgan jinoyat shoykisidir. Bu harbiy ta'lim-tarbiya terrorchilarga qarshi mudofaadir. Haqiqiy mudofaa Tayvan xalqining jasorati va o'z vatanini qo'g'dash istiqidir. Kishilar men ajratgan pulni bak ko'p deyishyotidi, lekin erkinlikning oldida bu hech nimaga arzimaydi. Men Tayvanning Hong Kongga aylanganligini ko'rgichi yashamayman deb qasamiyat qildim. Men Tayvan uchun kurash qilaman." U 3 million kishilik puhralar armiyasi qurib, shularning orasidagi 300 ming kishini marganga aylantirmoqchi. Shundaqli bu armiyaga million dona harbiy dron, ya'ni kichik insonsiz uchqu saplamoqchi ekan. Tayvanning diplomatiya ministri Joseph Wu bu vaqtda Xitoy Tayvanni halok qilishga urinyotdi. Lekin ularning bu tutumi Tayvan xalqini mislsiz darajada jasurlashtirmoqda dedi. Yaqinqi mezgillarda Xitoy qo'shinlari Tayvanga hayva qilish salmoqini bargan sari avjiga chiqarib, Tayvan orolining atrofida turli manevrlarni o'tkazmoqda. Faqat bu yilning ichida Xitoy armiyasining kurashchi aeroplanlari Tayvanning havo mudofaasini farqlantirish rayoniga 446 aeroplan qatim kirdi. 5 oy ilgirgacha Tayvan prezidentining bayonotchisi bo'lgan Kulas Yutaka navbatda Tayvanning sharqiy qirg'og'idagi Hualien nahiyasining valisi bo'lib, Tayvanning eng cho'ng harbiy bazalaridan biri mush yerga joylashgan. Uning bildirishicha, F-16 tipli aeroplanlarning kun bo'yi uchib qo'nib turishi hozir bu nahiyaning muhim manzaralaridan biriga aylangan bo'lib, bu vaqtda bu aeroplanlar sizning xizmatingizga, hayotingizga ta'sir ko'rsatdi. Lekin biz mushundaq yashashga majbur dedi. U yana Tayvan bilan Xitoy orasida rostli urush yuz bergan taqdirda Tayvanning ittifoqdoshlarining Tayvanga yordam qiladigan, qilmaydiganligi to'g'risida biz boshqa davlatga vakolatdan so'z qila olmaymiz dedi. Amerikadagi qattiq qo'llarning vakillik shaxslaridan biri, shundaqla ilgirki Donald Trumpning davlat bexatarlik maslahatchisi bo'lgan John Bolton bo'lsa, bu vaqtda mundaq dedi: "Agar biz Tayvanni qo'ldan berib qo'ysak, mencha Hindi Tinch okean miqyosidagi
barlıq eshiklar Xitoy uchun ochilgan bo'ladi. Biz hatto buning oqibatlarini hisoblashga ojizlik qilamiz. Bu darvaqa davrimizdagi mavjudlik tahdididir. Mencha Amerikaning Tayvanda askar turg'izishi yaxshi fikrdir va buning ko'ngildagidek natijasi Xitoyni bu biz uchun favqulodda mushkul ishdir degizib Tayvanga tajovuz qilish niyatidan yondirishdir. Mencha Xitoy, ya'ni urush sababli xarobaga aylangan bir orolga ega bo'lishni xohlamaydi. Agar biz to'g'ri tadbir qo'llansak, Xi Jinpingni cho'chitib, bu niyatidan yondirg'ili bo'ladi. U shuni cho'qim bilishi kerakki, agar Xi Jinping Tayvanni yutib olishga urinib mag'lub bo'lsa, bu uning hokimiyatini tahdidga uchirtadi. Biz cho'qim Tayvan masalasida ilgirgidan aql bo'lishimiz kerak. Biz ham shuni tunib yetishimiz kerakki, bu qisqa muddatlik ish bo'lmasdan uzun muddatlik tirkishishdir. Halbuki bo'lg'usi Tayvan urushining butkul dunyoga aloqador yana bir tarafi bor. U bo'lsa-mu butkul dunyodagi kompyuter o'zaklarining 90% dan ko'pragi va Yanfon avtomobil, kurashchi aeroplan qatorliq hamma narsa uchun hal qilg'uch rol o'ynaydigan boshqa zapchastlarning nurg'uni Tayvanda ishlab chiqariladi. Agar Tayvanning mikro o'zak zavodlari vayron bo'lsa, xalqaroliq ta'minot zanjirlari uziladi va buning dunyo miqyosidagi oqibati favqulodda og'ir bo'ladi. Amerikadagi Rand aqllar ambiridagi Jason Masini Tayvandagi mikro o'zak zavodlari zarbaga uchragan taqdirda qanday oqibatlar ko'riladiganligi haqida mundaq dedi. Bu hammamizga ta'sir yetkazadi. Biz har kuni o'zimiz taynib kelayotgan uskunlarni ishlatolmaymiz. Tayvandagi bu zavodlarda ishlab chiqarilgan o'zaklar bugungi xalqaroliq raqamlik iqtisodning o'g'lidir va Xitoyning zimin da'vosi sababli navbatdagi dunyo iqtisodining eng ajallik nuqtasidir. Uning bildirishicha, Tayvandagi bu qadar murakkab, yuqori texnikalik o'zak ishlab chiqarish muassasalarini dunyoning boshqa joyiga yetkazishga necha 10 yillab vaqt va qat'iy qabul qilg'ili bo'lmaydigan darajada ko'p chiqim ketadigan. Shuning uchun Tayvanni Xitoyning harbiy tahdidiga taqobil turalligidek darajada qurollantirish bu vaqtdagi birdan-bir to'g'ri yo'l ekan. Hatto Tayvandagi bu o'zak sohasining favqulodda ahamiyati sababli Amerikalik ba'zi harbiy mutaxassislar Tayvanda urush portlab, Xitoy urushda g'alaba qozongudek bo'lsa, bu o'zak zavodlarini Xitoyga tashlab bergandan ko'ra o'zimiz portlatayotganimiz tuzuk. Chunki agar bu muassasalar Xitoyning qo'liga tushib ketsa, Xitoyni geopolitik jihatda intayin zo'r afzallikka ega qiladi deb qaramoqda.